Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, ekran altidagi qadrli ko'rurmanlar. Hammanglarning shanba kuninglar xayrli bo'lsin. Uyg'ur Akademiyasi Akademiya suhbati programmasiga xush keldinglar. Men Mag'firat Kamal. Ati 12 noyabr Uyg'ur tarixida nihoyatda ahamiyatli bir xotira kun. O'tgan asrda qurilgan ikki jumhuriyatimizning tug'ilgan kuni. Bugungi programmamiz mushu xotira kunining hurmati va ahamiyatiga bag'ishlandi. Bu munosabat bilan sevimli Uyg'ur xalqining bu milliy bayramini chin ko'nglimdan tabriklayman. Bu ekranda bu xotira kunimizga bag'ishlangan programmalarimizni va qimmatli mehmonlarimizni ko'rib kelyapsizlar. Lekin bugungi qimmatli mehmonlarimni balkim sizlar tunji qitim ko'rishingiz mumkin va ularning og'zidan nihoyat qimmatli ma'lumotlarni egallaysizlar. Bugun Akademiya suhbati ekraniga ikki peshqadam hurmatli ustozimizni taklif qildik. Bularning biri O'zbekistondan tanilgan Uyg'ur siyosatshunos ve tarix profesörü Ablahat Xo'jayev efendi, yana biri Qirg'izistondagi keng jamoatchilik tanilgan tarix tadqiqotchisi dotsent Akbarjon Bovudin efendim. Qadrli ustozlar, Uyg'ur Akademiyasi ekraniga hoş geldinglar, sharaf berdinglar. Aldı bilan muhterem ustozlar bilan qisqa tanishib o'taylik. Merhamet, undaq bo'lsa, Abdulahat aka, siz o'zingizni qisqacha tanishtirayotgan bo'lsangiz, marhamat. Ben hozir yaşım 80'den aştım aldından aytib qo'yay. Ko'z tegmasin, maşallah deylik. Bu Toshkent Davlat Universiteti bir vaqtida şu universitetning Sharq fakultetini tamamlaganman, Sharq mamlakatlar tarixi bölümünü. Keyin Moskvada aspiranturani o'qidim va Moskvada şu aspirantura so'rovi to'lgan kuni himoya qilib qaytdim. Shundan beri Toshkentda Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida ishlayman. Oraliqda 12 yil endi davlat idoralarida ishladim, siyosiy tashkilotlarda, elchixonada ishladim. Bu davrda asosan zamonaviy masalalar bilan xalqaro munosabatlar tarixi meselleri, şu meseleler bilen şug'ullandim. Mena nomzodlik dissertatsiyam bu Yoqubbek davlatining tashkil tepishi va bu davlatga Manjur xonadonligining munosabati, ularning siyosati ve bu devletni yo'qotishga qaratilgan hareketleri tarixi bo'yicha dissertatsiya yozganman. Asosan birlamchi Xitoy manbalari asosida shu paytda shu voqealarga bag'ishlangan hujjatlar to'plami bor ekanda Xitoy tilida. Nihoyat cho'ng hajmli 20 necha ming varaq keldigan. Doktorlik dissertatsiyam endi şu birinci qatim Manjur xonadonligi tarafidan Sharq Turkistondagi Jo'ng'or xonligi bilan Yakan xonligini 50 yil davomida 3 qatim urush qo'zg'atib, oxiri bu davlatlarni yo'q qilish tarixi. Şu bo'yicha dissertatsiya yozib yoqlaganman. Undan keyin qadimgi davr tarixi bo'yicha ishladim. Ben qadimgi davr bo'lgandimi shu Türk dunyosi tarixi, ya'ni Türklar tarixi, shu jumladan Uyg'urlarning tarixi, şu tarix bo'yicha qaysi bir iliqi mücmel bo'lib qolgan, ya munoziralik bo'lib qolgan, ya xato fikrlar tug'ilib qolgan, mana shu tarixning shundoq masalalariga
to'xtab o'tishni lazım tapdım. Birlamchi Xitoy manbalari asosida bir aniqlik kiritish masalasida. Shu jumladan Türkler Altay'da 6. asırda paydo bo'lgan degan qarash xato ekanligini isbotlab chiqdim. Türkler birinchi qatim Xitoylar bilan ro'para kelgan, ya'ni to'qnashgan, yuzma-yuz kelgan vaqti 4000 yildan oldingi davr. Bu yerda bir qabila nomi Altay'da 6. asırda Türkiye qabilalarini birlashtirish asosida Türk xaqonligini tashkil qilgandan keyin qabila nomi umumiy Türk nomiga aylangan. Xitoylar Türk degan so'zning transkripsiyasini shu qabila nomi bilan ishlatgan. Bu narsa Xitoy manbalaridimi yo keyingi tarixchilarning asarlaridimi yetarlik sharhlab o'tilmagan. Bunu Ruscha tarjimalarda ham deyarlik sharhlanmagan, shu narsa noaniq qolgan ekan. Shuning uchun Türk Altay'da 6. asırda paydo bo'ldi degan qarash o'ttirg'i tushib qolgan. Shuning bilan ko'p narsalar shu qarash atrofida shakllanib qolgan ekan. Demak, Xitoy manbasiga Türk atimisi birinchi qatim 4000 yil oldin kirib kelgan. Shuningdan keyin bu Türklar nihoyat ko'p qabiladan tashkil topganligi, bu qabilalarning nomlari, bu qabilalarning sharqiy qismi Koreya yarim orollig'icha bo'lgan joylargacha taqalganligi, g'arbiy qismi Qora dengiz, O'rta Yer dengiz bo'ylarigacha taqalganligi, shu jarayonlar hammasi aniqlab chiqildi. Mana shu masalalar ustidan, masalan, hali men aytib o'tgan masalalar yuzasidan chiqargan kitoblarim, shaxsan o'zimning muallifligimda chiqqan kitoblar 17 kitap, 17 monografiya. 17 kitap. Undan keyin bu ham mualliflikda shogirdlar bilan birgalashib chiqqan kitap 7 kitap chiqdi. Maqolalarning soni 300 dan ortiq. Ya'ni bularning xronologik, mening ishlarimning xronologik davri shu qadimgi davrdan tortib hozirgi davr. Hozirgi davr endi asosan xalqaro munosabatlar masalasi. Shu asarlarimning ko'pi ruscha yozildi. Sabab bir vaqtlarda ruscha yozmasi bo'lmaydi. Bu zaruriyat edi, zamonning talabi shundoq bo'lgan. Keyin mustaqillik davrida o'zbekcha yozish, o'zbekcha nashr qilish ishlari boshlandi. Lekin ba'zi bir masalalar birla O'zbekistonda O'zbekiston o'quvchilari doirasida qoldigan masala bo'lmaganligi uchun buni keng doiraga olib chiqish uchun rus tilida yozildi. Ko'p rahmat. Sizning yana shu Markaziy Osiyo tarixiga oid qadimgi Xitoy manbalaridan 10-asrgacha bo'lgan Xitoy manbalaridan hali qismini o'zbek tiliga izohliq ilmiy tarjima qildim. Shu jarayondami birmuncha masalalarga, tarixiy masalalarga aniqlik kiritildi. Qisqacha shu. Bütün ömrünüz undaq bo'lsa, shu ilmiy emgak bilan o'tibdi. Nurg'un kitob yozibsiz, haqiqatan bu qadimdan tortib hozirgacha tadqiq qilish, nurg'un
yoritulmagan noktalarını yoritip beriş naytı muhim. Afsuski sizin eserlerinizi köpünçe bizle Uygurlar keng cemaatçilik ançı bilemey kaptımız. Hem Rusça yazıpsız. Malem deger Özbekçe tercüme kılıngan bolsa Özbekçeler Uygurçana ait yakın okşaş tilde aytışkı boludu. Ona men şahsen elip okuşunu halayım. Bugün bu ekranda iki gün ayak tanıştık. Bugün bu ekranda sizni gördüm bek hoşsan buldum. Abdullah aka undaq bolsa Xudayım berse bugün Cumhuriyetler hakkında ve şu çağdaki siyasi vaziyet hakkında yana devamlı söhbet edip barmız. Undaq bolsa bizning ikinci kıymetli mehminimiz Ekbercan Bavdun aka. Merhamet. Assalamu alaikum. Mahfirat Hanım aldı bilen sizin bugün sohbet bilen çakırmanız için rahmet etimen. Endi benim tercümalım kelsek, hazır Abdullah Tepen dep ketdi, 80'ni açtım dep. Men 81 yaş kirdim. 1942 yılı Gulcu şehri tolgan men. 1959 yılı toluk oturum mektebini tugudip Şinjan Üniversitesi'nin Maşinsazlık Fakültesi okuş düştüm. Bu yerde bir yarım yıl okugandan keyin 1960 yılı dekabrda anam bilen, üç singlim bilen Kırgızistan'ın Bishkek şehri köçüp geldik. Bu yerde 3 yıl zavod fabrikalar işlep 1963 yılı Kırgızistan Devlet Üniversitesi'nin Fizika Matematika Fakültesi'ne okuş düştüm. Bu okuşunu 1969'da tüketip mektepte, Anaskin Politeknik İnstitüt'te, Anaskin başka organizasyon işledik. 1983 yılı Kırgızistan Feller Akademiyası'nın Felsefe Hukuk İnstitütü'ne küçük ilmi kadim olup çıkırdım. Şu yerde 1985 yılı Aşı İnstitütü'nün aspirantürü okuş, işte sırt aspirantürü okuşup 1990 yılı şu akademik Əziz Narımbayev'nin rehberliğinde 19. əsrinin birinci yerimideki Uygur şair mütefekkirlerinin edep ahlak göz karşısı demesi de disertasiya yakladım. Şu institutta 1998 yılında işledik. Hem ona rağmen 1994 yılı Kırgızistan Devlet Üniversitesi'de Uygur Filologiya Fakültesi işleyen idi. Keyin şu fakültenin dekanı merhum İsrail Aka İbrahimov beni teklif kılıp ben 98 yılı şu fakültede hizmet yürütüp kettim. Bu fakültede Uygur Til, Edebiyatı, Tarih boyunca, felsefe boyunca leksiyelerini okudum. Bu fakülte 2011 yılgıca işledi. 2011 yılı yıpılıp kaldı. Çünkü okursan nabır bomgalığı için fakülte yıpılıp kaldı. Ben ondan başka yani şu 1989 yılı dekabrda Kırgızistan Uygurlarının Medeniyet Merkezi İttifak Cemiyeti kurulgan. Ben şu kurulgan cemiyette katlaşıp cemiyetin merkez kengaş azası bulup cemiyetin faaliyetleri katlaşıp geldim. 1994 yılı şu İttifak Cemiyeti'nin organ gezdi, İttifak gezisini tahsis kıldık. Ben şu gezinin birinci sandığı numarını tatip işledim. Bir de gezindeki muharriri Muzafferhan Kurban, ben muharririn orun basarı olup işlep jüdüm. Bir yaktan üniversitede, yani bir yaktan gez işlep durduk. Şu 2008 yılı gezindeki baş muharriri bulup, hem üniversite işleymen, hem gezkan işleymen, işimizi damlaştırdık. 2011 yılı fakültet yapılıp ketkendiğin keyin ben işimni gezdiği atadım. Şu yıldan tatip gezden baş muharrir olup işlep geldik. Endi gez sahipsi de uzanlar bilirsen Uygurlarının medeniyeti, tili, tarihi ve başka siyasi ahvalat doğrusu malumatlarını daim berip tutup şu jarayonda üzerinden bir qancha kitaplarımı çıkardım. Şu üzerinden ilmi emgegim boyunca 19. asrının birinci yerimideki Uygur mütefekkirlerinin edep ahlak göz karşı doğrusu monografiya. Onun için ben fakülte işlevatqa vaqtida Kırgızistan Uygur edebiyat doğrusunda alayda derslik kitap tayyorlab Hristiyanmatça, Kırgızistan Uygurların edebiyat degan kitapni nashrdan chiqardik. Shundaqla gez yüzünden nurg'ilgan ilmi maqolalarni e'lon qildik. Endi shu oxirgi
2021 yıl kelgende üzem yeşim çoğup bağlılığıdın glavni redaktörlük vazifemni üzem tapşırıp üzemnin şagirdtim Zümrüt Rusiyaga tapşırdım. O kişi bilen hazır birlik işlavatımız. İnsanda hazır zam redaktör işlavatımın. Endi ittifak cemiyetindeki faaliyetler kelsek, biz şu ittifak cemiyeti kurulandan tatıp Kırgızistan'da Uygur mektepleri bomgallığı için şu Kırgızistan'da yaşayotgan perzentlerimizin ana tilini yokatmaslığı için mekteplerde Uygur tilini kirgizgen idik. Bu Uygur tili ittifak cemiyeti kurulandan tatıp başlangan okutuş. 2010 yılı kelgende bu Rus mekteplerde Uygur tilini okutuş kursları yapılıp kalgan. Bana bir yıldan tatıp 2023 yılı 12 Mart günü ittifakının kurultayı bulup kurultayda Reis Tursuntay Selim saylangan. O kişinin programısı mı Uygur dilini mekteplerde okutuş varken şu asasta biz yakında şu ittifak cemiyetinin idaresi de aldı bilen her bir mahalledeki Uygur prezidentlerini okutuş doğrusu cemaati teşvik kılıp ittifak cemiyetinin uyuşturucu bilen birkaç muallimlerini tepip Uygur tili okutduğun. Şuların kursunu içip ben 15 gün muallimlerinki tayarlık kursunu başlayan Uygur tilini okuş metodiklerini ürettim. Endi bu muallimler Uygur tili boyunca okuyan muallimlerden bizim Uygur fakültesi okuyan kızlardan üçü mektepler işlavatkan. Ular Uygur tilini bilgeçke, ular birinci uçturup geldi. Kalan mahallege, eşel yaşayotgan mektepteki Rus tili okutuvatkan, matematik okutuvatkan, fizik, kimya okutuvatkan muallimlerini jığıp, aslında Uygur til ügütüş programısını ügütüp, bana 7. öktebirini tatıp, Bişkek şehirde bunun etrafı yazılarda 7 oranda Uygur kursunu açtık. Uygur tilini okutuşa başladık. Yani bu endi menimki aytganda bir taraftan ilmiy işlerim bolsa, keyingi vaqtida Gezet'in başka jaman işlerde Uygur ana tilini öğretiş için etbagan faaliyetlerim bolup kaldı. Hazır muallimlerge umumi programma, Uygur tilini okutish bu programma Uygur Akademiyasının programmasını okuşlaştırıp umum program asası bir yıllık program tuzduk. Onun için birinci kademde biz Rus mektepte okutkan Uygur yaşlarına Uygur tilini öğretiş için, asan buluş için Almatı'daki Uygur mektepleri için kullanılan ilipbe, ana til kitaplarını ekilip, aşıla asasta Uygur balalarına nait adli cümleler bilen yüklediğin bir metodiklik dersliklerini tayarlavatım ben. Bunu tayarlap muallimler birimiz muallimler aşı tayarlap metodik bilen okutuvatıdı. Biz bunu yılın ahırgıça okutumuz. Onun için Uygur Akademiyası'ndaki kitapları yakın tayar oldu. Biz kalan işlerini Uygur Akademiyası'ndan bile Uygur balalarına Uygur til okuş işlerini kengaytmekçi. Kısaca başıncalık ahval. Köp rahmet Ekbercan aka, siz nurgun işlerini qilib kelyapsiz. Hem ilmi işleriniz, onun hem tabiiy fende başlap, onun ictimai fen tarafga ötüp, özünüzdeki ilmi işlerinizni qilib, yani hem de ahirki yıllarda hem ittifak gezininki beşida hem hazır hem de Uygur balalarga bu ana tilini öğütüş, medeniyetini qoğdaş sepidime ait köp hizmetlerini qilib kelyapsiz. Allah ajrınızı bersin. Elbette Uygur Akademisi koldan kelişçe dünyadaki Uygur yaşlarının, Uygur balalarımızınki Uygur tilini öğrenişi, Uygur medeniyetini öğrenişi için töhfə qoşudu. Köp rahmet, yaxşı naytımdan məlumatlarını berdinglar. Endi bugünkü nimimizga kelsak, asosli temamizga kelsak, Cumhuriyet, bo'libmi ikkinchi Cumhuriyetni sizlar yaqindan ko'rdinglar, tadqiq qildinglar. Şu ikkinchi Cumhuriyet haqida biraz so'zlashimiz mumkin. Bu Cumhuriyet qandaq sharoit qurildi? Bu Cumhuriyet Sharqi Turkiston Cumhuriyeti ismi bilan qurildi 44-yili. Bu Cumhuriyet bilan munosabatlik qandaq sharoit qurilganligi munosabatlik sizlarning azroq fikringizni olgan bo'lsak, marhamat Abdullahat aka, siz bilan boshlaymiz.
Rahmat. Endi ben bu Cumhuriyetning qurilishi birinchi qatim qurildi degan fikrda emasman. Bu bir vaqtlarda shu Manjur xandonligi tarafdan yo'q qilib tashlangan davlat tuzumi navbatdagi qatim tiklandi deb qarayman. Chunki shu paytda masalan oxirgi shu Yakan xonligi bilan Jo'ng'or xonligini bu garchi Jo'ng'or xonligi deymiz, lekin Sharqi Turkiston hududida tashkil topgan davlat. Yakan xonligimi shu. Bu ikki davlat butunlay yo'q qilib tashlandi. Shu paytida Chenlong degan imperator shunday masalaga qaraganki, bu hududdagi davlatlarni butunlay yo'q qilib, kelajakda qayta tiklanishga yo'l qo'ymaslikning chorasini amalga oshirmasak, biz agarda egallab olsakmi, keyin bir kuni qo'limizdan ketadi, yana bular Xitoydan ajrab ketadi degan fikrni o'tirg'i qo'ygan. Bu uning maxfiy farmonlarida yozilib qolgan. Men ba'zilarini kitoblarimga kiritganman, ba'zi hujjatlarni tarjima ham qilganman. Mana shu g'oya asosida keyin Yoqubbek davlatigimi xuddi shunday munosabat bo'ldi. Bu davlatni butunlay yo'q qilib tashlamasak, agarda shu paytda har xil takliflar bo'lganda, Angliya tarafdan, boshqa Turkiyadan har xil takliflar. Lekin asosan davlat tuzumini qayta tiklanishga yo'l bermaslik, butunlay yo'q qilib tashlash, shu siyosat demak shu paytda Manjur xandonligi tarafdan amalga oshirilgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda bu Yoqubbek davlati ham qayta tiklanish hisoblanadi. Keyingi davlat tuzumi tarixda yuzaga kelishi ham bu qayta navbatdagi qatim qayta tiklanish hisoblanadi. Bu biz hozir gap qilayotgan Cumhuriyetmi xuddi navbatdagi qatim qayta tiklanish. Bu Cumhuriyetmi ma'lum bir tarixiy vaziyatda yana yo'q bo'lib ketdi. Endi bugun men qandaq vaziyatda tiklandi, qandaq vaziyatda yo'q bo'lib ketdi. Shu masala ustida ozgina fikr yurgizmoqchiman, aytib o'tmoqchiman. Mana shu paytdagi Marhamat. xalqaro vaziyatga bir e'tibor beradigan bo'lsak, Xitoyda Shanxay inqilobidan keyin yangi respublika tashkil topdi. Endi buni Junhua Mingo deb atadi. Buning birinchi prezidenti Sun Yat-sen bo'ldi. Rossiyada bo'lsa, Oktyabr inqilobidan keyin kommunistik rejim hokimiyatga keldi. Shu rejim bilan demak oldingi Chorosiya egallab olgan joylar, shu jumladan hozir endi Markaziy Osiyo respublikalari yoki Markaziy Osiyo davlatlari deymiz. U paytda demak Turkistondagi bir qancha jumhuriyatlar, oldin bir jumhuriyat bo'ldi-da, keyin bu joylarni bo'lib bir necha respublikaga aylantirib etildi.
bu tasodifen narsa emas. Bu endi maxsus qilingan shu paytida Rossiyaning siyosati. Rossiya Çarrusiya paytida Zo'zuntan Yoqubbek davlatini yo'q qilgandan keyin 1881-yili 23 fevralda Peterburgda nayt cho'ng bir yig'in bo'lgan. Shu paytda Rossiyaning strategik siyosati qabul qilingan Türk dunyosiga nisbatan. Shu paytda asosiy siyosatning mazmuni endi bu hujjat hozirgacha yepiq. Demak, Türk dunyosini uşaq bo'laklarga bo'lib tashlash masalasi qo'yilgan. Chunki aytilganki, tarixda ko'p qatim bular birlashib, har qatim birlashganda nihoyat qudrat tepib atrofdagi davlatlarga ma'lum darajada ta'sir qilgan. Shuning uchun bu birlashishning oldini olish kerak. Birlashishga yo'l qo'yish kerak emas degan mazmunda bir siyosat qabul qilingan, endi strategik siyosat. Endi shu siyosatning davomi sifatida demak keyingi tarixiy voqealarga shunday qarash mumkin. Mana shu nuqtai nazardan endi bu Cumhuriyetning tashkil topgan davri yoki tashkil tepishdan oldingi vaziyatga nazar tashlaydigan bo'lsak, men aytgandek Xitoyda yangi Cumhuriyet paydo bo'ldi. Rossiyada kommunist rejimi asosida yangi davlat tuzumi tiklandi. Türkiston hozirgi Markaziy Osiyo respublikalari hududi demak SSR doirasiga kiritildi. Bu yerda Rossiya Çarrusiya davrida Sharq Turkistonni Xitoyga qoldirish, G'arbiy Turkistonni o'z nazoratida saqlash siyosatini amalga oshirgan. Chunki Muşunun sebebi nima Abdulahat aka? Nima uchun Rossiya Sharq Turkistonni o'zining zemini qilib olmay, yani Xitoy qoldirdi? Bunun bir sebebi bormi? Men haliqa aytdim-ku. 1881-yili qabul qilingan strategik siyosat bo'yicha shu yerda aytilganki, mana shundoq agarda hozir keng doiradagi Markaziy Osiyoni Sharqiy va G'arbiy Turkistonda bo'lib manda tushunish oson bo'lsin uchun gap qiladigan bo'lsak, demak Rossiyaning shu paytdagi ko'z qarashi Sharqiy Turkistonni Xitoyga qoldirsak, G'arbini biz qo'lda tutib tursak, shuning bilan Turkiya dunyoni, ya'ni cho'ng ma'nodagi Markaziy Osiyoda bir birlikka kelmaydi. Mabodo kelishga intiladigan bo'lsa, ikki davlat birlashib turib, bu birlikni yo'q qilish mumkin degan qaror bo'lgan. Shuning uchun urushdan keyin Stalin masalan Mongoliyani ikkiga bo'lib berdi, yarmini qoldirdi. Bu masaladami Turkiston masalasida, keng doiradagi Turkiston yoki keng doiradagi Markaziy Osiyo masalasidami, demak buni ikkiga bo'lib o'tish siyosati bo'lgan. Mana shu ikki davlat birlikda bosh qurish. Shu siyosat mana hozirmi qaraydigan bo'lsak, xalqaro cho'ng masalalarda, global masalada Rossiya bilan Xitoy birlashib turib, butun demokratik rejimdagi davlatlarga, yoki Amerika boshliq
rivojlangan davlatlarga taqobil turish masalasi o'tirdi turibdi. Bu yerda ikki xil davlat, ikki xil rejimdagi davlatda. Mana shu Rossiyada kommunistik rejim asosida qurilgan davlat bu kommunistik g'oya asosida dunyoni demak bir yangi tizim asosidagi dunyo shakllantirish. Bu strategik maqsad bo'ldi. Shuning uchun demak atrofga hamkor, ya'ni yordamchilarni yig'ish, ittifoqdoshlarni yig'ish zaruriyat bo'lgan. Bu ittifoqdoshlarning birinchisi, demak birinchi navbatda Xitoy deb qaralgan. Mana shunda bir vaziyatda Sun Yat-sen hokimiyatga kelgandan keyin Sun Yat-senning siyosati Rossiya bilan yaqinlashib bu yangi tashkil topgan davlatni mustahkamlash, ya'ni Xitoyni qayta qudratlantirish, qayta tiklash, o'tmishdagi qudratini. Shu masalasi asosiy siyosat mazmuni bo'ladi, strategik siyosat mazmuni. Endi Sun Yat-sen o'lgandan keyin hokimiyatga Chiang Kai-shek keldi. Chiang Kai-shek kelgandan keyin u butunlay boshqa siyosat tutdi. U Rossiya bilan birlikda Xitoyni qayta qudrat toptirish emas, asosan Amerikaga, G'arbga suyanib, shularning yordamida bu ishni qilish mumkin degan fikrga keldi. Bunda fikrga kelishi albatta ayoli Sun Chengling, bu Sun Yat-sen oilasining a'zosi, Amerikada yashagan, o'qigan. Mana bu jarayonlar hammasi uning shaxsiy o'zining tafakkurini shakllanishiga ta'sir qilgan. Endi bu bilan Chiang Kai-shek masalan ilgari Uyg'urlarga, Tibetga, Mong'ollarga mustaqillik berdi degan gap yo'q. Bu yerda strategik vazifa qaysi dunyoning qaysi chekisidagi mamlakatlar yordamida Xitoyni qayta oyoqqa turg'izish, qayta qudratli davlatga aylantirish masalasi asosiy masala bo'lib turdi. Lekin bu milliy masalaga kelgan vaqtida Chiang Kai-shekning o'zini bir kitobi bor. Xabaringlar bormi yo'qmi? U Moskvada maxsus yopiq bir kitoblar qatorida saqlanadi. Jungo Mingyun, ya'ni Xitoyning taqdiri degan kitobi. Xabaringlar bo'lsa kerak. Shu kitobda aytadi, Xitoyda umuman milliy masala kun tartibida turish kerak emas. Hamma millatlarning ota bobolari bir ota bobodan taqilgan. Shuning uchun Xitoy birla davlat bo'lish kerak. Bu turli muxtoriyatlarga bo'linish kerak emas degan g'oyada bo'lgan. Shu bilan Sun Yat-sendan ham farq qilgan. Lekin Chiang Kai-shek kelgandan keyin Xitoyda grajdanlar urushi, ya'ni kommunistlar tarafida bo'lgan va Gomindan tarafida bo'lgan ikki taraf o'rtada kurash qilish boshlanib ketdi. Endi bu kurash paytida albatta boshda garchi Rossiya Sun Yat-sen bilan yaqin bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlab, hamkorlik qilib qilgan bo'lsa-mu, Chiang Kai-shek kelgandan keyin orientir, ya'ni ular
chankayshiga emas, mavzudan boshliq kommunistlarga asosan o'zining e'tiborini berishga boshlaydi va kommunistlarni hokimiyatga chiqarishga harakat qilishga boshlaydi. Albatta bu Amerika boshliq G'arbga bu narsa ma'qul kelmaydi. Chunki bu yerda global masala G'arb demokratik tizimida yangi dunyo shakllanishi kerakmi yoki kommunistik rejim asosida, kommunistik g'oya asosida yangi dunyo shakllanishi kerakmi? Bu cho'ng masala turdi bu paytlarda. Endi Moskva shuningda shu grajdan urushida lekin kim qaysi taraf, Gomindan taraf g'alaba qilamdi yoki kommunistik taraf g'alaba qilamdi, hali buni aniq bilmaydi, lekin harakat bor edi. Shuning uchun mabodo Gomindan taraf g'alaba qilib qolsa, uningda Amerikaning ta'siri, umuman demokratik davlatlarning ta'siri Turkiston bo'sag'inisiga kelib qoladi. Yani Sovet hukumati Amerika ta'siri bilan chegaradosh bo'lib qoladi. Buning oldini olish kerak. Buni oldini olish uchun har ehtimolga qarshi Sharq Turkistonda bir yangi hukumat tashkil qilish kerak, davlat tuzumi tashkillash kerak. Mabodo Gomindan hokimiyat g'alaba qilib hokimiyatni saqlab qolsa butun Xitoyda, uningda Sharq Turkistonda yangi tashkil qilingan davlatni qo'llab-quvvatlab Xitoydan ajratib olib, bu joyni buferniy zona, ya'ni Xitoy bilan SSR o'rtasidagi oraliq saqlab qolish kerak. Shundoq qilganda Mong'oliyani ham buferniy zona sifatida saqlab qolish mumkin. Shuningda Xitoy bilan ya'ni G'arbga orientir qilgan, G'arbga tayangan Xitoy bilan SSR chegarasi o'rtasida nihoyatda cho'ng buferniy zona bo'ladi. Bu xavfsizlik masalasida kelajakda yaxshi bo'ladi degan Moskvaning strategik siyosiy qarashlari bo'lgan. Mana shu qarash asosida shu grajdan urushi boshlangandan keyin Sharq Turkistondagi siyosiy vaziyatlarni yaxshi o'rgangan holda bu yerga iloji boricha o'zining maqsadiga mos holda amaliy ishlarni qiladi. Ko'p odamlar boradi u yoqqa. Buni endi tarixiy voqealarni sizlar yaxshi bilasizlar, bu holatlarni men buni gap qilmay, qandoq tashkil topdi, kim bosh bo'ldi, keyin nima uchun yo'q bo'ldi. Endi bu aniq ko'pchilikka ma'lum masala. Endi nima uchun bu Cumhuriyet keyin SSRga kerak bo'lmay qoldi? Mana ichki grajdan urushlari asta kommunistlar foydasiga hal qilishga boshlagandan keyin uning ustiga bu Germaniya urushida SSR g'olib bo'ldi. Dunyo miqyosida uning obro'yimi oldingidan ko'ra boshqacha bo'ldi. Shundoq bir vaziyatda Xitoy kommunistlari g'alaba qilishga boshlaydi. Mana shu g'alaba qilish aniq bo'lgandan keyin Sovet hukumatiga bu shuncha harekatlar asosida qayta tiklangan davlat tuzumi Sharq Turkistondagi kerak emas bo'ladi. Shuning uchun bu davlatning tashkil tepishida o'zi
harakat qilgan bo'lsa-mu, endi o'zining harakati bilan bu davlatni yo'q qilishga kirishidi va bu maqsadga erishidi. Buning natijasi hammamizga ma'lum. Ana siyosiy vaziyat shunday bo'lgan. Cho'ng siyosiy vaziyat. Bergen ma'lumotlaringiz uchun ko'p rahmat. Mening kallamda endi ba'zi narsalar biroz aniq bo'ldi. Aslida bu Xitoy bilan Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi kuch talashish, ya'ni ideologiyalik birisi kommunizm g'alaba qilamdi, kapitalizm g'alaba qilamdi degandek urush bilan boshlanib bizning taqdirimizni shu Sharq Turkiston Cumhuriyeti, ikinci qitimli Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin kuruluş harpsida boshlanib Rusya eğer bu Sun sebebinden Amerika g'alaba qilib bu yerda bir mustaqil davlat qurilib qolsa, men Sharq Turkistonni mustaqil qilib u yerda tarafsiz bir bölge, tarafsiz bir rayon qilib tutib turmay, Amerika bevosita meningki chegaramga kelamaydi degan niyat bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin qurilishiga Rossiya başta yordam qildi. Shundaqmi? Men shundaq tushundim. Keyin ondan keyin Xitoyningki kuchlanib, bu yerda kuchlanib bir mustaqil Xitoy Cumhuriyeti o'ziga yaqinroq bir cumhuriyetninki qurildiganligi ko'z yetgandan keyin ondan keyin bizning qurilgan davlatimizni yo'q qilish uchun bütün yordamni kesidi. Mushundaq deb qarsak bo'ldi ekanda amsa. Shundaq. Qisqa qilib aytganda shundaq. Ko'p rahmat. Yani bunun cho'ng davlatlarning geosiyosiy manfaatlari bu yerda nihoyat muhim rol o'ynagan. Muhim rol o'ynab ketgan. Bizning o'zimizning tayyorlig'imizmi balkim ularga qarshi turadigan darajada emas shu chog'dagi davlat vaziyatida. Shu chog'da albatta bu vaziyatlarni biz shu arxiv materiallarini o'rganib, o'tmishdagi ko'p yozilgan, e'lon qilinmagan ma'lumotlarni o'rganib, shundoq siyosat Rossiyada shundoq siyosat bo'lganligini keyin tushundik. Lekin shu davrdagi odamlar bundan bexabar bo'lganda, hatto shu Chenluning haliqi Sharq Turkistonda umuman davlat tuzumini yo'q qilib tashlash kerak, bu joyni kelajakda Xitoy tarkibida tutib qolish kerak, tutib qolish uchun degan maxfiy farmonlarning mazmuni noma'lum bo'lganda. Bu yerda butunlay cho'ng davlatlar o'rtasidagi bir savdo masalasida ko'p bo'lib qolgan ekanda, bek echinishli. Abdulahad aka, sizga yana savollarimiz bor, davomlashtiramiz. Endi Ekberjon aka, siz bu tema qanday qaraysiz? Sharq Turkiston Cumhuriyeti qanday sharoit qurildi? Marhamat. Hozir Abdulahad aka nihoyat kengri so'zlab o'tib ketdi, nihoyat to'g'ri. Endi bunda Uyg'ur xalqi 1759-yili Manjur hukumati besib olgandan keyin bir qancha yüz qitim milliy inqiloblarni qilgan. Biroq bu milliy inqiloblar hammasi mag'lubiyat bilan yo'q bo'lgan. Ammo shular qatorida 19-asrda Yoqubbek davlati, uningdagi Ili sultonlik qurildi. Bu 20-asr kelgan vaqtida, shu 20-asrda vaqtida Xitoy hukumati Abdulahad aka degandek 1911-yili Manjurlarning mustaqil jungo Kumindan hükümet kurulandan keyin bizningki Sharq Turkistonda yoki Uyg'uristonda milliy inqiloblar yana boshqadan qo'zg'aldi. Ana shu milliy inqiloblarningki birinchisi 1931-yili nimada boshlangan G'ujni Hazini qimil boshlangan inqilobi, uning ta'siri doirasi kengayib, Xotandan Memtimin Buralar ondan keyin savdo damlarına hareket qilib, ular Xotanni qo'lga olgan, butun Janubiy Shinjang ozod bo'lib, savdo damlarni Qashqarga kelib, Qashqardami inqilobni xalqini qo'zg'ab turib, inqilob qilib, 1933-yili 13 noyabrda Sharq Turkiston islom jamiyatini qurdi. Bu yerda hozir Abdulahad aka degandek, shu vaqtdagi bizning rahbarlar, birinchi qitimlik savdo damlar, Xo'jani Azimlar
xalqaralıq vəziyyətni yəni bir nəsən ular düşənmətdi. Ular düşənsin dairəmi tar dairə düşəngəldiği üçün bu bayqı Orslan Xitayning siyaseti avlatlıqa degəndək başlanmış O'rta Asiya devletlerini baş götürmeslik məqsədi bolğanlığı üçün şu Şərqistan İslam Cumhuriyeti'nin birinci qitim qurulğan devletimizdi mi yoxub taşıldı. Yani Stalin'in kolu bilen. İkinci qitimlik yani 1944 yılı kurulğan Şərqistan Cumhuriyeti mi yani şu avlatlıqa degəndək dəsləpdə Sovet hükümetinin qolluşuğa erişken bolsa yani şu vaxtki bizning rəhbərlərimiz bütünlay Sovet hükümetinin yardımıyla biz müstakil devlet kurumuz deb işengen. Halkımızmı muş inqilabqa başlayıp qatnaşkan, neçə minglığan qurbanlarını bir biz Şərqistan Cumhuriyeti kurgan. Biroq ahırda Stalin yani şu Sovet hükümetininki tüzümü Xitayning tüzümüne silis saldırıp Xitay komünistlerininkki galibiyet kazanısı görüp durup bizning inqilabimizni yok kılıp Xitay Komünist Partiyasını tikleş için bizning cemiyetimizni yo'qotdi. Hatta mesela 49 yılı rehberlerimizni samanlık hareketi yo'qotib, keyingi rehberler olsa Xitay Komünist Partiyasınınki kelishimlariga ma'qul bo'lib, ular Xitay Cumhuriyetining tarkibida qolib qoldi. Demek, şu siyasetlerin hemmisi nimadan kelib chiqdi desanglar, oldi bilan xalqimiz mustaqillik orzu qilib, nurg'ulg'an, qo'zg'olonlar qilgan. Mana bugungi kungacha har qanday Uyg'ur o'zining Uyg'uriston mustaqilligini xohlaydi. Buning uchun jinni bir tayyor bo'lib turyapti. Ana shu davrdami bizning xalqimiz boshqa millatlardan bilishib, Sharq Turkistonning yoki Uyg'uristonning mustaqilligini uchirib qanday kurash qilib to'qishdi Gomindan hukumatiga. Biroq oxiri geosiyaset ta'siridan Sovet hükümetiniki aytganda bizni qo'llamaslığı sebebinden bizning ikki cumhuriyetimiz yo'q qilib tashlandi. Albatta bu için ishlab biz mana bugungi kunlikda mana shu geosiyosatni yaxshi tushunib bizning mustaqilligimizni qanday qilib qo'lga keltirish kerak masalasida cho'ng bosh qotirish to'g'ri keladi. Bu yerda yana bir nima aytib qo'yish kerak. Xalqarada nurg'ulg'an tashkilotlar bor. Şu an içinde Dünya Uyghur Qurultayı bugünkü kunlikdagi dunyo vaziyatini to'g'ri tushunib, xalqaro vaziyat bo'yicha o'zining siyosatini aytib berdi. Bu yana shu o'zininki to'g'ri ifodalangan siyosat natijasida boshqa tashkilotlarga qaraganda Dünya Uyghur Qurultayı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın cho'ng yig'inlarida Uyg'urning ovozini chiqarib, Xitoyning vakillari bilan teng darajada o'zining mustaqillik hareketini namoyon qilyapti. Hem o'zimizning mushu ikki cumhuriyetning qurilganligini, ikki davlatimizning bo'lganligini xalqaro jakolab biz mustaqil davlat bo'lgan, bizning o'zimizning buningdagi davlatimiz bo'lishi kerak degan ideyani siyosatni olib surib ketyapti. Biz mushu jihatdan Dünya Uyghur Qurultayıga rahmat etsak bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Siz hem de bu 44. yıl kurulgan Cumhuriyet'ninki dadığınız sebebiden en yakını da bildiğin, bu Cumhuriyet'in bildiğin Ahmetcan Efendim'ninki yeni de muhafaza etti, dadığınız mı belli ayrıplandı, ya partlap gitti, ya hazırgıcı akıbeti eniq emas, o ayrıplan çıkıp gitti mi, düşkeye yok digerler mi ba? Şu yo'qolib ketganlarning birisi dadingiz shunday qo'ya Akbarjon aka. Endi Birinchi Dunyo urushidan burun xalqaro vaziyatga qaraydigan bo'lsak, Xitoyning mustaqilligi nimadan imperializmdan bir cumhuriyetni qurishi, undan keyin Sovetlarning bolsheviklarninki g'alaba qilib Char Rusiyani ag'dirib tashlab yangi bir davlat qurishi. Bununla hem de dünyanınki yakından köngül bölüşü ve qandaq devletlerinin kuruluşu hakkında Amerika özüge tatip Xitayni bir devletni kuruşu, ondan keyin nimeden Sovetlerden, komünizmden uzaklaştırış tirişi degandek mezmundan biraz burun sözlep öttük. Ama ikinci Dünya uruşu demaydı bir neçe sual mı var, şununla birleştirip ben soray.
Abdullahat aka ve Ekbercan aka sizlerge. İkinci Dünya Uruşu'dan keyin kuruldu. İkinci Dünya Uruşu mezgilde kuruldu bizimki Şarkı Türkistan Cumhuriyetimiz. 45-yılı İkinci Dünya Uruşu Sovyetler galibi kılgandan keyin ondan keyin bizim bütünleyle galibi meyimiz 48 yılgacha mustaqil bo'lib yaşagan bir devlet bütünley yok kılındı. İkinci Dünya Uruşu'dan keyin Rusiyanınki fikri qandaq özgerdi. Nima üçün bütünley Türkistan'ı ikkiga bölüp elib, bir tarafını Xitoyga berib, bir tarafını özən başqurub, bu şundaq siz abiyam Abdullahat aka degenge o'xshash ideologik jihatdan, fikir jihatdan bu şundaq ikki xil devlet başquruşuda yaşsa bu milletler bir ara bir kelameydi, Türkistan müstakil kılamaydı degan ideya nima üçün Sovetlarda kuchli oldu. Bu jihatdagi Ikkinchi Dünya Uruşu mezgildagi vaziyatni azroq so'zlab bergan bo'lsanglar, marhamat. Bu halqa bir yerde Sovet hükümetinin Çar Rusya devrinde şekillengen stratejik siyasetlerini bolup mu bu hududi meselede özünü tesir dairesini kengaytiş yani global miktarda üstün bolup dünyada yeni bir tüzüm asasındaki yeni dünyanı şekillendiriş gayesi nahayet üstün boldu. Bu hazır mayli iki kutuplik dünyadayız. Mesela bir kutuplik dünya için küreş mi değildi, iki kutup değildi, yani köp kutuplik mi değildi. Demek şu paytlerde mesela rivajlangan devletler hemmimiz bilimiz o paytda mana kapitalistik devletler ömrünün ahırını yaşavatıdı, yakında yok olup ketidi. Yeni devlet tüzümleri rivajlanıdı, bütün dünya yeniçi boludu. Degan teşvikatlar nayet güçlü idi. Hatta Ali oku yurtlarının oku kullanmalarının bu nesile var idi. Endi mana şu gayeni oturgu kelişi elbette bulanın tarihi sabaklardan kelip çıkıp bunda gayıgı kelgen deyiş mümkün. Bu tarihi sabaklar nimeden ibaret? Elime aytip öttüm, Türkler kadimde Asya kıtasının asasi kısmını Türkler egellagan. Birle Türklerde endi hazır Türkiye kabile deymiz, Türkiyeler deymiz. Uzak ötmüşte Türk degan sözün özü kudret degan ma'noga ega bo'lgan umumiy bu ko'pchilikni hamma kelib chiqishi bir xil bo'lgan xalqlarga nisbatan ishlatilgan so'z. Endi hozir Türkiye qabilalar, Türkiye xalq, Türkiye davlat deb mandaq tushunchalar paydo bo'lib ketdi. Endi shu Türkiye dünya hem Rossiyaga hem Xitoyga asosiy raqib bo'lib, keyingi Xitoy uchun keyingi 2,5 ming yil davomida, Rossiya uchun keyingi 3 asr davomida asosiy raqib bo'lib kelgan, asosiy xavf tug'diradigan, ya'ni
bir faktor sifatida xatar deb qaragan. qaralgan. Shuning uchun mana tasavvur qilaylik un imperiyasini, tasavvur qilaylik undan keyin turk xaqonligini, undan keyin Chingizxon davri. Chingizxon davrimi garchi Chingizxon Mongollarni birlashtirish asosida yangi davlat tuzib butun Turkiya dunyoni o'z ta'siriga oldi desa bo'ladi. Umumiy Turkiya xalqlarining bir birlik kelgan bir davri hisoblanadi. Bu ma'lum bir mazmunda. Keyin Amir Temur davri. Amir Temur davri endi bu oldingi Turkiya dunyoning hammasini egallagani yo'q, ammo cho'ng bir qismini birlashtirdi. Sharq tarafga harakat qilaman deganda umri yetmay qoldi endi. Bu tuyuqsiz o'lib qoldimi yo Öldürüldümü? o'ldirishdimi? Chunki Xitoy hukumati shu paytida nihoyatda xavfsirab, bundan cho'chib turib, buningga chora izlab yurgan payti edi. Ehtimol shundoq chorasini topgandi. Xitoyda ilgariga imperatorlar rejimi paytida raqibni ichiga kirish, ichidan yemirish, bir-birini o'rtasida nizo chiqarib, bir-birini qarshi qo'yish, ziddiyat selish, keyin o'zlari ichidan zaiflashgandan keyin ularning ustidan demak kuch bilan ularni besib, ularning ustidan hukmronlik qilish, shu siyosatni elib borgan endi. Buningga keyin Xitoymi qo'rqatdi, Sharqiy Turkiston bilan G'arbiy Turkiston birlashib, ya'ni bir birlikka yuz tutishi shu oldingi Xitoy hukumatlariga bu salbiy faktor sifatida qaraladi ular tarafdan. Bu keyin Rossiya tarafdan salbiy faktor sifatida qaraldi. Keyinmi salbiy faktor. Faqat agarda Gomindan g'alaba qilib qolgan paytida shu paytda Sharqiy Turkiston bir o'ttirida mustaqil saqlanib qolish ehtimoli bor edi. Lekin buningga shundoq bo'lmaslikqa astoydil harakat bo'ldi. Bunda endi Rossiyaning albatta German urushida g'olib chiqishi, shu vaziyatda bu nemislarning mag'lubiyatga uchrashiga yordam qilgan boshqa davlatlarning harakatlari, umuman keng doiradagi harakatlar natijasida bo'ldi. Keyin kelishgan paytdimi, masalan, urushdan keyingi paytdagi cho'ng davlatlar o'rtasida bo'lgan kelishuvlarning hujjatlariga qaraydigan bo'lsak, Sharqiy Turkistonni mustaqil davlat sifatida saqlab qolish masalasi qo'yilmaydi u yerda. Mongoliyani bir qismini mustaqil qilish masalasi Xitoy bilan Sovet hukumati o'rtasida kelishgan bo'ladi. Bu xalqaro sahnada bu masala ko'tariladi. Buningga hech kim qarshilik ko'rsatmaydi. Ammo Sharqiy Turkiston masalasi bu urushdan keyingi paytda SSR g'olib davlat bo'lganligi uchun albatta ko'p masalada G'arb davlatlari, Amerika u paytda yo'q, bundoq bo'lmaydi, bundoq bo'lish kerak deb bu masalaga astoydil kirishgan emas. U kirishadigan fursat ham emas edi ular uchun. Shuning uchun bu
Uygurlar meselesi, Uygur'un devletçilik meselesi, devletçiliğinin yokuluşu, payda buluşu, tiklenişi, bu ceryanlar hemmesi şu yenimizdeki birinci nöbette iki çoğun devletinin siyaseti, menfaatleri bilen bağlılık boğan hem uzaktaki yeni demek demokratik rejimdeki devletlerinin menfaatleri, ularning ko'z qarashlari, ularning siyosatlariga aloqador bo'lgan bir siyosiy jarayonlar bular hammasi. Bularni biz albatta uzibla shu lokalni, ya'ni yerdek bir hududiy bir joyni, bir hududni elib turib, shuning tarixini qarab, uning atrofidagi vaziyat bilan, tarixiy hududlar bilan bo'lgan munosabat, ularning manfaatlaridan ajratgan holda qaraydigan bo'lsak, butunlay xulosa boshqa chiqib qoladi. Ko'z qarashmi boshqa bo'lib qoladi. Shuning uchun bu Uyg'urlar masalasi xeyli uzoq tarixdan beri Sharq Turkiston masalasi şu xalqaroda shakllangan geosiyosiy vaziyatga bog'liq bo'lib kelgan. Bundan keyin ham bog'liq bo'ladi. Mumkin emas bog'liq bo'lmasligi. Endi masalan bir nima eslashimiz mumkin. O Yevrey devletinin, yani Yahudiler devletinin vücudga kelishi meselesi. Şu Yahudi devletinin dünyaya kelishiga kelgacha deyarlik 2000 yıl davomida sarson bo'ldi. Dunyoga chechildi. Bu chechilish asosida bular nimani o'rgandi? Demak, bir-birini himoya qilishni o'rgandi. Birlikka intilishni o'rgandi. O'zaro nizo chiqarib kurashmaslik. Agarda o'zaro nizo chiqarib o'zaro kurashsak, hech qachon birlikka kelolmaymiz degan masalani yaxshi tushunib oldi. Undan keyin boylikqa ega bo'lish kerak. Boylikqa ega bo'lib, dunyodagi turli davlatlarning siyosatlariga ta'sir qilish imkoniyatini qo'lga kiritish kerak degan masalani yaxshi tushundi. Mana bu masala ma'lum darajada Uyg'ur tarixi uchun ham kelajagi uchun ham saboq bo'ladigan narsa. Bundan ibrat olish kerak. Hozir birlikka intilish, bir-birini qo'llashga intilish, cho'ng imkoniyatlarni qo'lga keltirish bo'libmi zamonaviy ilm sohasida, IT texnologiya sohasida cho'ng imkoniyatlarga ega bo'lish bu nihoyatda muhim masala ekanligini hozir vaziyat ko'rsatib turibdi. Qaranglar, Amerika'da IT texnologiya sohasida ishlaydiganlarning 40% Hindistonliklar degan gapni anglayman. Olimlar shunday gap qilyotdi, shu sohada ishlaydiganlar. Har holda ular ko'pchilik ekan. Lekin biz shu sohadami kelajakda yoshlarimiz Uyg'urlarning o'zi tabiatdan qobiliyatlik. Faqatla tor doiradagi haligindek oshpazlik qilish, samsa pishirish, kebab pishirish, oshxona ichish, savdogarchilik qilish bilan cheklanib qolsak, asosiy maqsadga erishish qiyin bo'ladi.
demek hozirgi zamonaviy ilmning hamma sohalariga yoshlar kirib berish kerak. Pul Doğru deysiz. egalari bo'lish kerak. Mana bir vaqtida bir narsa men Büyük İpek Yolu programmasi bilan Qashqar taraflarga berib ko'rdim, qarasam Uyg'urlar nihoyatda cho'ng oshxonalarni salib, chiroyli qilib, rosa pulni tashlayotgan ekan. İçimde hattang dedim. Bu narsalar hammasi qo'ldan ketadi, bu pullar hammasi bekor ketadi-ku bir kun. Shuni undan ko'ra yoshlarni chetga olib chiqib o'qitib, eng zamonaviy o'qishlarni, eng zamonaviy bilimlarni egallashga safarbar qilinganda qanday yaxshi bo'lar edi degan masala fikrimdan o'tgan edi. Mana yillar o'tib bu qilingan ibodatlarning hammasi bir pul bo'lib ketganini hammamiz bilamiz. Doğru deysiz. Dünya vaziyeti bizge paydalık bo'lmay keldi. Onunki özümüzmü belki siz degen o'xshash strategiyani taz yaxshi belgileyemey kaldık. Mayli rahbarlarimiz bo'lsin, shu chog'dagi mayli xalqimiz bo'lsin. Hozirmi endi siz degan o'xshash bizning qilishga tegishlik ishlarimizni balkim eng muhimlari qaysi, uningdagi nima qilishimiz kerak deganni rad turg'izolmagan bo'lishimiz mumkin. Endi mencha shu chog'da undaq bo'lsa G'arb va Amerika, Xitoy bilan Rossiya qarshi mag'lub bo'ldi siyosiy deb aytishga bo'lamdi endi. Çünkü İkinci Dünya Urushudan keyin vaziyat boshqacha bo'ldi. Sharq Turkistonni Xitoyga berib etdi. Endi shu chog'da Amerikami balkim bunga butunlay qo'shildi. G'arb dunyosimi qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ama yanılı hem Xitoy o chog'da hem Rossiya sosyalist rejimini de bir davlatni qurib bo'lgandi. Endi hozir qaraydigan bo'lsak, endi G'arb dunyosimi, Amerikami shu chog'da o'zlarining xato qilganini his qildi deb qarashga bo'lamdi. Endi sizdan davom qilaylik. Men masalaga unda qaramayman. Chunki u paytda butun rivojlangan davlatlarning e'tibori, Amerikaning e'tibori asosan faşizmdan qutulish. Bu faşizm g'oyasi shu o'zining davlati bilan cheklanib, boshqalar bilan tinch munosabat qilib rivojlanish yo'liga o'tmasdan aksincha boshqa davlatlarni qo'lga besib olish, o'zining ta'sir doirasini kengaytirish yo'liga o'tgan endi. Bir tarafdan kommunistik rejimni yo'q qilamiz degan narsani asos qilib boshlagan bo'lsa-mu, lekin bu urush nihoyatda cho'ng talofatga olib kelganligi dunyoni. Shuning uchun iloji boricha bu talofatni to'xtatish, bu talofatdan qutulish, rivojlanish yo'liga o'tish degan tushuncha nihoyatda ustun kelgan bir vaziyat edi shu. Undan keyin ularda yana shundoq narsami bo'ldiki, bu Xitoy davlati nihoyatda qiynalgan, uzoq yillar davomida koloniya, yarim koloniya holatida bo'ldi. Bular rivojlansa tajovuzkor bir davlatga aylanmaydi. Ularga yordam bersa ular demak ilgarigi imperatorlarning yo'lidan yurmaydi degan, demak Xitoyni to'la yaxshi tushunmagan holda o'zida ularni bir o'zlari
tefekkürlerinde şekillengen bir düşünceler asasında siyaset tutkan. Elbette hazır o düşünce malum derecede yeterlilik bulmaganlığını hazır anlap yetti. Onu endi bunun hulasıyla çıkarıvatıdı. Çıkası gerek. Bunu fakat o çoğun devletler emas, hamma devletler. Endi bu yerda dünyada tinchlik o'rnatish davlatlarning o'zaro munosabatlarini tang huquqliq asosida rivojlantirish, tinchlik bilan savdo sotiq aloqalarni qilish, madaniy aloqalarni qilish bu hamma ilg'or kuchlarning maqsadi. Lekin bu ilg'or kuch bor joyda demak boshqa g'oyadagi shaxslarni o'sib boradi ekanda ichidan. Hamma odam bir xil bo'lmagandek, shu bir xil bo'lmagan jamiyatda har xil tafakkur shakllanib qoladi ekan. Buning tarafdorlari bo'ladi ekan. Demak har xil vaziyatlar yuziga kutilmaganda boshqa bir vaziyat yuziga kelib qolishi mumkin ekan. Men shunday qarayman masalaga. Lekin keng doirada qancha chuqur o'rganilsa, vaziyatni, raqiblarni shuncha menimcha kam xatoga yo'l qo'yish mumkin ekan. Kam o'rganilib aldirab ish tutsa, demak ko'proq xatoga yo'l qo'yish mumkin ekan. Degan narsani menimcha bu hamma tushundi. Tushunyapti. To'g'ri, Hamma deyishim qiyin, lekin tushunyapti. Dunyo tushunyapti. Dünya tushunyapti, to'g'ri deysiz. Başqacha bir dunyo ekanligini bo'libmi Xitoyning tushunyapti deb men shunday qarayman. Rahmat sizga. Akbarjon aka, siz bu masalaga qanday qaraysiz? Sizning fikringiz. Mikrofonunuz etiş gerek. Besiş gerek. Bassam ya. Siz basmadan basayım. Ya mikrofon açılmadı. Mikrofon açılmıyor. Açılıp yan takılıp koyuyordu. Hem de oldu. Ha? Oldu mu? Hem de oldu. Avazım var mı? Baba anlamadı. Yuqorida Ablat aka nayt yaxshi gaplarni qildi geopolitika bo'yicha. Haqiqatan Ikkinchi dunyo urushidan keyingi vaziyatda Xitoyninki iqtisodi nayt tuvan bo'lganligi uchun Yevropa, bo'lmi Amerika hukumati Xitoy ko'p yordam qildi. Uni iqtisodini ko'tardi bunday aytganda. Angaski 70-yillarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zo qilib akirdi. Biroq bugungi kunlikda Xitoy faqat Xitoy emas, butunlay iqtisodidan boy bo'lgan, nurg'ulg'an vayani kuchga ega, iqtisod tarafdan xalqaro bunday aytgan ikkinchi o'rinni egallagan bir davlat aylandi. Endi shu davlat tuzumi bo'lsa, uning demokratik tuzum emas, boshqacha aytganda oz sonliq millatlarni yo'qotish, ekspansiya yo'li bilan, yoki tinch yo'l bilan birlik Xitoy millatini qoldirish degan siyosatni qattiq yurgizyapti. Shuning uchun oz sonliq millatlarni geosiyosati bo'yicha genotsid qirib yo'qotish siyosati qo'llanadi. Shuning uchun mana 2017 yildan tortib
Xitay hükümeti bizning Uyg'uriston, Sharq Turkistonda nurg'unlagan lagerlarni qurib, necha million bizning farzandlarimizni, olimlarimizni, artistlarimizni, iqtisodshunoslarimizni va boshqa ilg'or kishilarimizni solab turmada qiynab o'ltiryotidi. Mushu masala aytgan vaqtida biz yolg'iz Uyg'ur xalqi emas, Yevropa davlatlari buni tushundi. Amerika boshliq Yevropa, Angliya, Germaniya, boshqa nurg'unlagan mamlakatlar Xitoy davlatiningki siyosatini undan tushundi. Ular inson huquqini dafsan qilayotganligini tushundi. Shuning qarshi bir 10 yaqin davlat qonun ishlab chiqdi. Xitoyning geri siyosati to'g'risidagi to'g'ri emas siyosatni qo'llanayotganligini. Demak, xalqaro Amerika boshliq Yevropa davlatlari Xitoyning bugungi siyosatini tushundi. Ular Xitoyni amali bor mush siyosatni yondirish yoki bo'lmasa genosiz siyosatni yo'q qilish uchun harakat qilyotidi. Birlashgan Millatlar Tashkilotininki yig'inlaridami Xitoyninki inson huquqining dafsan bo'layotganligini e'tirof qilyotidi va biz taraf bo'lib ovoz chiqaryotidi. Demak, bugungi siyosat xalqaroda Xitoyninki siyosatning to'g'ri emasligini tushundi. Oz sonli millatlarni qo'llash uchun xalqaro Yevropa ellari biz taraf turyotidi. Bu biz uchun kerak bir muhim vazifa deb o'ylayman ish. Bu shu sahada bizniki Dünya Ordusu'nunki reis Dolqun Aysal boshliq bizning hayotimiz Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da ya başka xalqaro yig'inlarda Uyg'ur masalasini dadil o'ttirib qo'yib chiqyotidi. Men o'ylayman, Bay Ablat aka degandek bizning masalamiz Xitoydan o'ris emas, xalqaro Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nınki yig'inlarda bir taraf bo'ladi degan o'ylayman. Bu bugungi kunlikda shuning uchun biz hammamiz harakat qilishimiz kerak. Bo'libmi dunyo Uyg'ur qurultayini qo'llab-quvvatlashimiz kerak degan o'ylayman. Diqqatingizga rahmat. 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 Ercan aka. Albatta hozir hamda Uyg'urninki vaziyati shu butun xalqaro vaziyatga bog'liq yana. Har ish kelinglar shundaq deb o'tib ketdinglar. Hozir hamda biz buni Uyg'ur xalqi, keng Uyg'ur ommasi buni tushunib ketdi deb qarayman men. Yana qilishga tegishli nurg'un ishlarimizning borlig'ini his qilib yetdik. Unda hozirgi vaziyatdan qaraydigan bo'lsak, hozirgi vaziyat albatta Ikkinchi Dunyo urushidan keyingi vaziyatga o'xshamaydi. Shundaq bu hozirgi vaziyat hamda Uyg'urlarga foydaliqmi? Hozirgi vaziyat shundaq davom qilsa, yana nima ishlar, qandaq Uyg'urlarga yaxshi nimalar bo'ladi? Bu haqda ozroq so'zlab bergan bo'lsanglar, hozirgi vaziyat Uyg'urlarninki yoki shu zulmninki to'xtatilishi uchun foydali bo'lyaptimi? Turkistonning taqdiri yo Sharq Turkistonning taqdiri qandaq bo'lishi mumkin? Marhamat, Abdullahat aka. Endi hozir dunyoda Turkistonning taqdiri mana xabaringlar bor. Türkiye Devletler Teşkilatı hozir faol ish elib beryapti. Bu mesele mustaqillikni dastlabki davrida ko'tarilgan. Masalan, şu Türkiye devletler o'zining bir zamanlarda tarixiy ildizi bor, iqtisodiy rivojlanishning. Iqtisodi bir-biriga bog'liq, faqat tili, madaniyati, tarixi emas, hatto iqtisodiy rivojlanishning o'tmishi, hozirgi zamoni, kelajagi doim bir bo'lish kerak, yaqinlashish kerak. Shuningda ham o'ziga yaxshi, o'zlariga, ya'ni Turkiya davlatlarga ham xalqarodagi iqtisodiy aloqalarga yaxshi bo'ladi degan narsa shu paytda ko'tarilgan. Afsus, u paytida buningga demak atrofdagi
türlü qarşı boladigan kuchlar yo'l bermagan. Hozir vaziyat taqozosi bilan bu yana qayta jonlandi, rivojlanyotdi. Mana buning rivojlanishi, bu Türkiye Davlatlar Tashkilotining rivojlanishimi Uyg'urlarning ahvoliga hali ijobiy ta'sir qiladigan faktor hisoblanadi bu. Umuman hozir dunyo vaziyati oldingi bir davrlarga qaraganda yana bir yangi davr desa bo'ladi, yangi bir ijobiy ta'sir qiladigan faktorlarga ega bir zaman hozir keldi deyish mumkin. Shu bilan birga ichki nizo ham bo'lib qolish ehtimoli bor. Xorijdagilarni ko'zda tutyapman. Hozir bo'libmi xorijdagi Uyg'urlarning birligi, til birligi, madaniy birligi, tafakkur birligi, bu masala kelajakda Uyg'urlarning taqdiriga nihoyatda cho'ng ta'sir qiladigan faktor. Agarda xorijdagi Uyg'urlar hozir shu birlikni qo'lga keltirolmasdan ichki nizolarga berilib ketib qolsa, bu vaziyatdan foydalanish bu yoqda tursin, aksi sado bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bir-birini qo'llash, bir-biriga yordam berish eng muhimi. Hozir endi Uyg'ur tilini saqlab qolish, yozig'ini saqlab qolish, madaniyatini saqlab qolish masalalari ko'tarilyapti. Lekin eng muhimi hozir menimcha Uyg'urligini, ya'ni Uyg'ur ruhini saqlab qolish nihoyatda muhim masala. Tili o'zgarishi mumkin, yozig'i o'zgarishi mumkin, tug'an joyi o'zgarishi mumkin. Lekin milliy ruhini saqlab qolmasa, o xalq yo'q bo'lib ketadi. Milliy ruhini saqlab qolsa, yo'qolmaydi. Hali men Yahudiylarni bekorga misol qilmadim. Shu mana ular har xil davlatlarga taqilib, turli davlatlarda yashab, turli tillarda so'zlashgan. Ammo o'zining milliy ruhini yo'qotmagan. Mana shu yo'qotmaslik oxir natijada bular yana qayta bir kuchli davlatni qo'lga keltirish, davlat egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tarix bir kunlik emas, 10 yillik emas, yoki bir asrlik emas. Bu davom qiladi, davom qilib keldi, ilmi davom qiladi. Shuning uchun uzoqni o'ylab, halqa men aytgandek ko'p halqa imkoniyatlarni qo'lga keltirish, ilm egasi bo'lish, o'zining bilimi, ilmi orqali cho'ng davlatlarni siyosatiga ta'sir qilish imkoniyatlariga ega bo'lish, ularning manfaatlarini aniq hisob-kitob qila oladigan bilimga ega bo'lish, mana shunday narsalar nihoyatda muhim deb o'ylayman. Hazırkı vaziyet Uygurlarınki tirişçanlığı bilen birleşken çağda onundaki Uygur'a faydalık bir vaziyetke aylandı dediniz. Nayet muhim noktani ta'kidlediniz Abdullah Ataka. Ekbercan aka, merhamet. Sizin manglaylı emdi. Çok mühim mesele dedi. Ben şunu qo'llayman. Qo'shimcha haqiqat aytganda bu birlikni keltirish uchun biz xalqimiz ichida cho'ng tashviq, siyosiy tashviqni olib berishimiz kerak. Nima uchun shu
kurulgan teşkilatlar birbirimizden birleşip hemkarlık işlemeyimiz diyen nersini oldun koyuşumuz gerek. Ular düşündürüş gerek buludu. Aslında kılmışsak her bir teşkilat öz aldığı işlep bir netice çıkaramaydı. Biz bugün külükte körüvatımız nurgulagan teşkilatlarının namı var, hareketi yok. Bizge onda teşkilattan kerigim yok. Bizge bugün halgarada güçlük tesir qozalaydigan aşı halkara kongresler katlaşıp Uygur'un davasını kılalaydigan bir çoğun teşkilatını koluşumuz gerek, açtan etrafı yığılışımız gerek. Şu teşkilatın etrafında Vay Ablataka diyende bilimlik siyasetçi alımlarımız boş gerek. Bizde hani şunda bilimlik bir teşkilat başlık kitlelerdiğin halkara siyasi vaziyetini düşünüldüğün kaldırımız nait az. Biz aşınak kadrlarını yetiştirişimiz gerek. Şunun için ilim birinci orun turdu demekçi ben. Şu teşkilatlarının hemisininki bugünkülükte uç itevrimiz Dünya Uygur Kurultayı'da işlevatkan bir mi teşkilat yok da parayım ben. Kalan teşkilatlarının faaliyetini biz köymeyimiz, anlayımız teşkilatlar boğan. Bırak bu Dünya Uygur Kurultayı'da işlevatkan teşkilatlar yok. Demek hemen teşkilatlarını amal olsa başlarının birleşip Dünya Uygur Kurultayı'nın etrafında bir çoğun bir teşkilatını kurup bir işleydiğini kol getirsek biz kutulara yetimiz degen ümitim ben. Yani bunun için yeni bir neyse yaştan okuş gerek, yaştan terbiyeleş gerek. Kaç tıl olsun katı nazar, ben İngiliz tilde ulandı, Rus ulandı, Fransız başka tıllarda ulandı, kandak tıllarda olsa okutup, hani şu saha boyunca kadrolarını yetiştirsek, biz yani çok kutulara erişimiz degen oydum ben. Rahmet. Çok rahmet. Çok rahmet. Bir iki sual var. Sizlerge ahırkı bir iki minut vaxtınla çıkarıp cevap versenler oldu. Cumhuriyetimiz bu her iki cumhuriyetimiz 33. yıl kurulgan, 44. yıl kurulgan cumhuriyetlerimiz yok kılındı, hazırgıca yetip kelemedi. Bu cumhuriyetlerninki yıkılışı da fakat halkaralık vaziyet şundaq boğaşqa yok kılındı dep qaraş kerekmi? Bizninki rehberlerimizinki, bizim liderlerimizinki bir nemiz hatası yokmu? Degen bir sual var ki. Sizler qanday qaraysızlar bununla? Endi bu ilqi tarixda o'tgan voqealarning hammasining ikki tarafi bo'ladi. İçki sebepleri, yani bunu Rus tilinden ötken söz var, subjektif talepleri, içki ve taşkı. Mesela insan organizmi kasallansa, içiden zayıflansa, taşkı amillerinin tesiri küçüyüp gidiyor. Agar da ichki tarafdan mustahkam bo'lib, sog'lom bo'lsa, sirtqi omillarning ta'siri kamayadi. Shu davrdagi masalan jamiyat, Uyg'ur jamiyati o'zi murakkab edi. Undan keyin uzoq vaqtlar davomida bu Manjur xandonligi mahalliy xalqning qo'liga ilm tutqazmaslik, bermaslik siyosatini amalga oshirgan. Shaharvozlikni kuchaytirish, undan keyin urug'chi men falan urug'idan, piston urug'idan avu xo'jalar, bu boshqa ijtimoiy guruhdan deb ichki nizolarni kuchlik bo'lgan. Bu nizolardan foydalanish hareketlerimi
güçlük bo'lgan. Uningdan tashqari, demak, tashqi faktorlar turli manfaatlar egalari bo'lib, masalaga turli yondashgan. Mana bularning hammasi bir vaqtga kelib o'z ta'sirini ko'rsatgan. Albatta, ichki tarafdan shu paytida jamiyat rivojlanib yetilgan edi deb aytish qiyin. Buningga shu paytdagi hukumatlar, albatta kolonizator hukumatlar yo'l qo'ymagan buningga. Masalan, Şinsay'ның hakimiyetki kelişi. Nima uchun keldi? Buni yaxshi bilamiz. Shu paytida Bum'ning hakimiyetki kelişi bir tarafdan ichki sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan bu Rossiyaning siyosati bo'ldi. Keyin shu siyosat tufayli uning qo'li bilan qancha odam yo'q bo'lib ketdi. Endi bu yerda tarixiy voqealarni aytib ko'p. Umuman olganda, demak, bu voqealarni ham ichki sababi, ham sirtqi sababi bor. Sirtqi sabablarni aytdik. İchidanmi, demak, hamma narsa 100% ko'ngildagidek bo'ldi deb baho berish qiyin. Albatta qandaydir xatoliklar bo'lgan bo'lishi kerak. Endi bu narsalarni shu paytidagi hujjatlarni, saqlanib qolgan hujjatlarni to'liq o'rganib chiqqanda aniq aytish mumkin. Rahbarlarning ichidami 10 odam bo'lsa, 10 odam bir xil o'ylaydi deyishning o'zi qiyin masala, chunki odamlar hammasi bir xil tug'ilmaydi, bir xil tarbiya olmaydi, bir xil tafakkurga ega bo'lmaydi. Shuning uchun buni ham ichki, ham tashqi sabablari bor deb qarash kerak voqeaga. Çok rahmet. Ekbercan aka. Muşu bizniki 1933-yildagi Sharqiston Islom Cumhuriyati qurilgan vaqtidagi Xo'ja Niyazov bo'lsin, bizning prezidentimiz, uniki birinchi bosh kotibi Sabdamlamlar bo'lsin, bular inqilob rahbarlari, bular siyosiyonlar emas, bunday aytganda. Siyosiyonlar darajasiga deb aytolmaymiz. Shuning uchun bular xalqaroliq vaziyatni to'g'ri tushunib ketolmagan va boshqa davlatlar bilan munosabat qilishni bilmagan, bilamagan. Yani ikinci Cumhuriyetimiz kurulgan vaqtdagini eslab, 44-yildagi Cumhuriyetimiz Elxon To'ri boshliq Sharqiston Cumhuriyeti qurilgan. Bu davrda bu Elxon To'ri bilan Ahmet Efendi'den boshqa bizning rahbarlarning hech qaysiniki bilim saviyasi yuqori deb aytish bo'lmaydi. Bunun içinde Ahmet Efendi Moskvada o'qigan, institutlarni tugatgan, u kishi boshqa rahbarlar qaraganda bilim saviyasi yuqori bo'lgan. Hamma tarafni masalan shu Sharqiston Cumhuriyeti bilan Gomindan hükümet oturusundaki kesim tüzüş meselesi de Sharqiston hükümetining vakili Ahmet Efendi'nin başlap vekiller Ürümçi görüp 3-4 qitim uchrashdi. Ana shu jarayonda Ahmet Efendi'nin o'zining qobiliyatini, talantini, o'zining ilmini ko'rsatdi. Biroq qancha harakat qilgan bilan Bay Abdulla aka degandek Sovet hükümeti uni baribir yo'qib tashladi. Demek bizning shu vaqtdagi kishilar orasida gap so'zlar bo'layotgani, ular xatolashdi, ularning kamchilik bo'ldi degan narsa bor. Yani xatolashgan yerlari, masalan, Sharqiston Islom Cumhuriyeti davrida shu Xo'ja Hajim bilan Sabdamlamlar o'tirdi, bir birlik kelishim yoki maslahatchilar o'chib bo'lgan emas. O'tirdi qarim-qarshilar bo'lganligi uchun bu narsa ham amalga oshmay qoldi. Baribir shuningdek yana Sovet hukumatining qo'li bilan Sharqiston Islom Cumhuriyeti yo'qotildi. Endi shuni aytish kerak, shu davr bo'yicha aytgan vaqtida bizda
bugünkidek hozir xalqarodagidek o'ylaydigan bo'lsak, bir davlatni boshqarib keta oladigan siyosatchi, bilimli odamlar oz bo'ldi deb aytish kerak. Bu cho'ng bir masala. İkincisi, şu xalqarалық vaziyat yoki bo'lmasa cho'ng ikki davlat mayli qanday harakat qilmayli, Uyg'urlar qanday harakat qo'zg'algan urush qilsin, qat'iy nazar ular bizning mustaqil davlat bo'lishimiz yo'l qo'ymadi. Xitoy bilan o'rus birlashtirib bizni yo'qotdi. Men shunday tushunaman. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Vaqtmi berib qoldi. Hozir oxirgi so'zlaringlarni olgan bo'lsam, shu gapni qo'shib qo'yg'im bor deydigan so'zlaringlar bormi? Marhamat. Oxirgi mening so'zim endi aytganimdek Yoshlar deydigan gaplarimiz bormi? Hozir intilish kerak. Eng zamonaviy bilimlarga intilish kerak. Shu muhim qaysi davlatda bo'lmasin, yaxshi joylarda ishlab, davlatning o'zi yashagan davlatning siyosatiga ta'sir qiladigan darajaga yetishga harakat qilish kerak. Buning uchun faqat bilim bilan bu yo'lni etish mumkin. Qobiliyat, bilim, harakat bu birga rivojlanish kerak. Albatta yoshlarning bunda chiqishiga bir yoshning o'zining harakati yetarli emas. Buni atrofdagi qarindosh urug'lar, umuman jamoa qo'llab-quvvatlash kerak, kerak paytida yordam berish kerak. Buni natijasi yaxshi bo'lishiga ishonish kerak, ham harakat qilish kerak. Endi talant ba'zan shundoq bo'lib qoladi, qobiliyatli bolalar ko'chada qoladi. O'qiyamaydi, chunki iqtisodiy sharoiti uningga yo'l bermaydi. Mana shunday holatlar ko'p. Mana shu holatlarda shu qobiliyatli bolalarni yaxshi o'qitib, eng zamonaviy ilmni, bilimni egallashga yordam berish kerakda jamoat. Ko'p rahmat. Bir safarbarlik bo'lish kerak haqiqatan yoshlarimizni. Hamda biz chet eldagi Uyg'urlar, hozir vatandagi Uyg'urlarning ahvolini hammamiz bilamiz. Chet eldagi Uyg'urlar az, yoshlarimiz bunday qimmatlik. Bir bilim elish safarbarligi başlashimiz kerak. Bilimlik avlodlarni yetishtirishimiz kerak. Chunki bu tarixdan buyon buningki zihnini yomon tatib ketdik biz. G'aflatda qilish, hozir bo'lmaslik, tayyor bo'lmaslik, fursat qo'lga kelgan vaqtida bu bilimlik yetishgan odamlarningki azob qilishi, dunyo vaziyatini tushunadigan dahiylarningki azob qilishi, ondan keyin xalqaro vaziyat albatta bizningki jo'grafiyalik ahvolimizdan qaragandimi, bizning atrofimizdagi davlatlardan keladigan xavf, Abdulahad aka deb o'tib ketgandek, Akbarjon aka deb o'tib ketgandek tarixiy ahvoli hamda bu turklarning bir butun turk millatininki dunyoga yoki shu hozirgi mavjud davlatlarga tahdid deb qaralishi deganga o'xshash vaziyatlarni butun hammasini biz tushunib yetishimiz kerak. Tushunib yetib o'zimiz tayyor turishimiz kerak har qanday sharoitga, ahvolga. Ko'p rahmat. Shundaq deb men demoqchiman sizga. Endi shu saboq elish kerakda, bir paytida manjurlarning Sharq Turkistondagi ikki davlatni yo'qotgandan keyin elib borgan siyosati mahalliy xalqqa bilim bermaslik. Nodon qoldish. Mayli o'zining shu dinni e'tiqodini qilaversin, boshqa hamma narsasini qilaversin,
lekin zamonaviy bilimga ega bo'lmasa. Undan keyin bular nima siyosatda olib borgan Bovja deydi. Har bir 10 oilani bir yachayki qilib turib, shulardan birisi qonunbuzarlik qilsa, hammasini jazolash yo'li bilan, demak, o'tirda odamlarni o'tirisida birini biriga nazoratchi qilib qo'yish, bir narsa bo'lsa darhol berib buni aytish, ya'ni shu yo'l bilan birlikni yo'qotish g'oyasini nihoyat qon-qoniga singdirib o'tganda, shuning uchun bu shaharvozlik, qarindosh urug'chilik, yutvozlik, mana shu narsalar hammasi shu siyosatning oqibatida kuchayib ketgan narsa. Yaqin paytida Uyg'urlar "Men taranchi, sen Uyg'ur" deb Uyg'urlar bir-birini farqlab turadi. Doğru deysen. Taranchi deganning o'zi Uyg'ur, chunki u Mo'ng'ul tilida dehqon degan so'z, teraydiganlar. Shu G'ulji tarafga 14 ming, har ming oilani bir bo'lak qilib 14 ming oilani Aqsu, Qashqa, Yakan tarafdan ko'chirib olib borgan. Keyin u yerdagi manjurlar ularni taranchi degan. U narsa Uyg'urlarga singib ketgan. Mana shu taranchi bilan Uyg'ur o'tiridagi nizo yaqinda atrofdagilar bilan men anglaytdim. Voy, mau taranchi, mau Uyg'ur deb. Lekin bilish kerak bularni. Mana shunday boshqalarning nag'risiga o'ynab qolmaslik kerak. Nag'masiga usul o'ynamaslik kerak. Usul o'ynamaslik. Doğru deysen. Nayt doğru dediniz, abiyamqı psixologiyasini Xitoyning. Bundan bilgi haqamı taşlaq oyup yezib ketganki, bir kishi xato qilsa, uning butun nemini urug'ini quritib o'tadi deydigan psixologiyasini. Hozirgacha shunday bo'lib kelyotidi. Uningdan keyin siz deganga o'xshash ba'zi terminlar maqsadli holda o'ttirg'i chiqarilib, sen Uyg'ur emas shu, sen Uyg'ur emas yoki Qashqarlik deganga o'xshash so'zlar biz o'zimizni bilib bilmay bilimlik bo'lishni nima uchun tashabbus qilamiz deganda, bir millat tarixini yaxshi bilmasa, bir millat tarixini tushunarligidek seviyada bo'lmasa, tarixdan ders alamasa, savoq chiqaramasa, bu keyingi kelgusi yaxshi bo'lmaydi ekan shu. Shu bilimlik bo'lish degan gap shu o'zi bilan munosabatlik eng to'g'ri ma'lumotlarni egallash degan gapga hamda bir taraf tar doiradan aytganda, yana bir tarafdan hozirgi zamonning texnologiyasi bilan qurollanish. Hozir ham ajoyib bir dunyoda yashayapmiz. Texnologiya ilgirlab ketdi. Buningga yetishish, endi balkim kelgusida cho'ng'iylikqa qurolliq urushlar bo'lmasligi mumkin. Hozirmi ko'ryapmiz, nurg'un boshqa shaklda olib berilayotgan urushlarni ko'ryapmiz. Shuningga avlodlarimizni tayyorlashimiz kerak. Chunki Uyg'urlar tarixdan buyon, siz tarixni yaxshi bildikansiz, ikki yil ustozimning oldida men endi cho'ng so'zlab qolgan bo'lmay, shundaqdimi Uyg'urlar zodi ilg'or fikrlik bir millat. Nurg'un madaniyat yaratgan Türk xalqi deb o'tib ketdik. Türk xalqlari ichida Uyg'urlar madaniyat jihatda eng ilgirlab ketgan, nihoyat yuqori saviyada madaniyat yaratgan bir xalq. Shuning uchun bu rolini men yana tarixda joriy qildirdi deb ishonaman. Sizga ko'p rahmat aytaman. Endi Akbarjon akaninki oxirgi so'zini olaylik. Marhamat. Mikrofon. Men qo'shim desam, bizda yoshlarga Uyg'ur tarixini o'rgatish yoki o'rganish qiziqligini kuchaytirishimiz kerak. Bunda aytganda, chet mamlakatda yashayotgan Uyg'urlarning tarixini, o'zimizning tarixini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun
mesela hazır Abdülhakan dedi, her kadar yaşayotgan devlet tili boyunca yaxshi kadrlar yetip çıksa buludu deb. Doğru. Mesela mayli rus tilida bo'lsin, yangi ingliz tilida bo'lsin, hozirgi kunda Uyg'urning tarix munosabatli kitobdan nurg'un internetdan topqini bo'ladi. Biz ko'proq yoshlarimizga ana shu Uyg'urning tarixi undan o'rganishni tashviq qilishimiz kerak. Ular Uyg'urning tarixini qachon yaxshi o'rganib, tushunib yetalsa, boyaqi biz degan Uyg'urlik g'urur kuchiydi. Shuning bilan bizningki avlodlarimizning Uyg'urlik g'urur kuchaygandan keyin milliy g'urur kuchib, milliy mustaqillik bo'lgan orzusi paydo bo'ldi. Biz mashina tikishimiz kerak. Shuning uchun cho'nglar, jamiyatlar, yoshlarning o'tirdi, shu tashvini ko'proq ipasa degan umiddaman. Biz mana ittifoq gazeti mana kelar yil chiqayotgan 30 yil bo'ldi. 30 yildan beri ash gazetimizda rus tilidan bo'lsin, Uyg'ur tilida bo'lsin, bu yoshlarning o'rganib tushunishi uchun rus tilida Uyg'ur tarixi bo'lgan materiallarni doim berib turyapmiz. Yoshlarning o'qinglar deb tashviq qilyapmiz. Shu orqali biz yoshlarimizga Uyg'urning tarixini o'rganishga qiziqtirishni kuchlantirsak, bu ish unumli bo'ldi degan orzudim men. Rahmat. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Bugun endi ovoz bilan ovoz yaxshi o'tayman-da. Yaxshi. Biz 20-asrda ikki cumhuriyet qurgan bir xalq. Bu ekranda bu haqda nurg'un programlarni ishladik, nurg'un yaxshi ma'lumotlarga erishdik. Bugungi programda ikki peshqadam hurmatga sazovor ustozimiz shu chog'dagi xalqaro vaziyat, siyosiy vaziyat, hozirgi xalqaro va siyosiy vaziyat, hatto ijtimoiy, iqtisodiy ahvollar haqida to'xtalib o'tdi. Nihoyat muhim ma'lumotlarni biz bilan o'rtoqlashdi. Bölünmeyli, birleşeyli degan nihoyat muhim bir nasihatni qildi. Bu hozirgi vaziyatda Uyg'ur ruhini saqlab qolishning eng muhim sharti yoki bo'lmasa eng muhim masala shu birlashish, Uyg'ur ruhi bilan birlashgan bilim bilan birlashtirgan ahvol ostida bizningki Uyg'ur yoshlarini yetishtirishimiz kerakligi haqida to'xtalib o'tdi. Men aqlli tirishchan xalqimizning bu uchurni olganligiga ishonaman, tushundi deb o'ylayman. Oxirida bizning vatan tuprog'ini istiqollar bilan bo'yagan rahbarlarimiz, xalqimiz, shehidlarimizni hurmat va sevginish bilan eslaymiz bu programda. Bu program qatnashuvchilarga boshda ikki peshqadam ustozga qayt rahmat aytib teninglarga salomatlik tilayman, uzun ömürler tilayman, Xudoyim bo'lsa, yana fursat bo'lib qolsa bu ekranda sizlar bilan yana program ishlashni xohlayman. Ekran oldidagi qimmatli ko'rurmanlarga rahmat aytaman. Nihoyat qimmatli ko'z qarashlarni biz bilan o'rtoqlashdi, savollarni so'rdi. Sizlarga ko'p rahmat. Hozir har bir Uyg'ur mustaqil davlatga eng kuchli mustaqil davlatni orzu qilgan, eng kuchli halda talab qilgan bir vaziyat barliq keldi deb o'ylayman. Shunga milliy ruh va bilim bilan tirishib, bundan keyin Xudoyim buyursa vatan uchun texnik tirishimiz kerakligini hammamiz tushunib yetdik. Undaq bo'lsa vaqt e'tibori bilan programmamiz mishad oxirlashdi. Yana bir qitimli programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayramsi. Xayr, salomat bo'lin. Rahmat. Birga ishlaydiganlarga Salom aytam. Ma'qul. Xayr, salomat bo'laylik, ko'rishguncha omon bo'laylik.